Uni ko'pincha Janubiy Koreyaning haqiqiy go'zallik qirolichasi deb atashadi. Ammo bu farishtadek ko'rinish ortida Blackpink guruhining eng yorqin yulduzlaridan biri turibdi. Sahnada uning har bir harakati, hatto qisqa iboralari ham tezda trendga aylanadi. Dunyo bo'ylab millionlab muxlislar esa bu momentlarni ijtimoiy tarmoqlarda takrorlay boshlashadi. Uning ismi Jisoo. Bugungi kunda u dunyoni zabt etgan Blackpink guruhining eng taniqli a'zolaridan biri hisoblanadi. 31 yoshida ham u guruh bilan birga Seuldan Los-Anjelesgacha bo'lgan stadionlarda to'ldirib, minglab muxlislarni konsertlarga yig'moqda. Muxlislar ularning konsertlariga sayyoraning turli burchaklaridan uchib kelishadi. Hatto Jisoo'ni Buckingham saroyida ham alohida hurmat bilan kutib olishgan. Ammo uning ta'siri faqat musiqa bilan cheklanmaydi. Yuqori moda olamida ham Jisoo barcha qoidalarni buzdi. U kiyimga moslashmaydi. Aksincha, kiyimlar Jisoo uslubiga moslashadi. Hatto Dior brendi ham uni aynan shu sabab bilan o'zining yuzi qilib tanlagan. Brend ichida yo'qolib ketmaydi, balki unga o'z xarakterini beradi. Shu sababli butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar uning har bir qadamini kuzatadi. Kuchli ovoz, 3 oktavali diapazon va o'ziga xos samimiy kulgu bilan. K-pop olamidagi eng qiziqarli hikoyalar siz uchun o'z chiziqcha 01 kanalida.